Assalomu alaykum. Hurmatli bizni kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Qozon savdo obyektimizga chiqqanmiz. Bu yerda eshiklari tayyor bo'lganda olib chiquvdi. Afsuski, joy tayyor emas ekan. Zinalar ham tayyor bo'lib qolgan bu yeri. Remontlari hali yakunlanmabdi. Bilasizlar, bizning ishimiz oxiri o'rnatiladi. Parket teriladi, oxiri biz chiketiladi. Eshiklarni o'rnatib chiketamiz. Ikkinchi etajga taxlab qo'ydik. Eshiklarimizni ikkinchi etajligini bu olib chiquvdi. Akkuratni qilib, fer taxlab qo'ydik. Eshigimizni chaspaga qiymat berib qo'yasizlar. Hamda devordagi chaspaga. Pasti biriga bir qilib berganmiz. Qo'yilgandan juda cho'tki chiqadi. Kimga shunaqa sifatli ish kerak bo'lsa, biz o ishlarga aloqa chiqarasizlar. Surugidan muammo qilinmaydi. Xudo xolasa. Aloqa chiqarasizlar. Mana xonaga ham lekin juda yosh bolalar diska xona ko'rishingiz mumkin. Cho'tkilab qo'yishibdi. Light qaymaysizlar.